Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz asosiy ko'rinishlar. O'tgan safargi darsimizda men sizlarga asosiy ko'rinishlar haqida ma'lumot bergan edim. Keling, mana shu detal misolida asosiy ko'rinishlarda qanday tasvirlashimiz mumkin. Shu narsani men sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun eng avvalo biz buni o'sha o'lchamlarni bir bilib olishimiz kerak bo'ladi. Keling, avval ixtiyoriy proyeksiyon bog'lanish uchun to'g'ri chizib olamiz. Hamda buni birinchi navbatda demak nimasini bilib olamiz. Demak, mana bu. Biz shu detalni birinchi, ya'ni olg'an ko'rinishini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu. Bunday qolib. Demak, bular qanday amalga oshiriladi? Avval bitta ko'rinishini buni esa keyingi ko'rinishlarni chizishimiz mumkin bo'ladi. Demek bu şu detalinin oldidan ko'rinishi bu. Old ko'rinish. Detalni, ya'ni mana shu ko'rinishi. Old ko'rinishi. Bu chizib oldik. Endi buni ustidan ko'rinishini chizamiz. Shuni ustidan ko'rinishini chizishimiz uchun demak ustidan ko'rinishi shu ko'rinishni, ya'ni bosh ko'rinishni pastida bo'ladi, ya'ni ostida bo'ladi. Demak, mana bunday qilib turib buni nimasini ham chizib olamiz. Ya'ni proyeksion bog'lanish chiziqlarini chizib olamiz. Mana shunday holat. Mana endi biz buni demak ixtiyoriy bitta birlashtirib olamiz. Mana birlashtirdik. Endi biz bu detalni kengligini olamiz. Mana kengligini. Mana shu yerdan qo'yib olamiz. Kengligini. Va shu detalni ustidan ko'rinishini tayyorlab olamiz. Mana bunday holat. Mana shunday holat. Demak, endi mana bu chiziq chizdik. Mana bu chiziqlar chizib oldik. Endi mana bu chiziq chizishimiz kerak. Demak, bu mana bunday holat. Mana bu chiziqlarimiz proyeksion bog'lanish chiziqlari, ya'ni proyeksiyalarda o'zaro bir-biri bilan bog'langan chiziqlar. Demak, bu endi bunimiz ustidan ko'rinish bo'ldi. Ustidan ko'rinish bo'ldi. Endi biz buni chapdan ko'rinishini chizib olishimiz kerak. Chapdan ko'rinishni chizib olish uchun ham albatta shuni proyeksion bog'lanish chiziqlarini chizib olamiz. Proyeksion bog'lanish chiziqlarini chizib olamiz. Mana shunday holatda. Demak, hurmatli talabalar, men bilan ketma-ket bajarib ketsangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Demak, endi bu yerda demak, men mana bu yerni nuqta deymanda, mana bularni ko'chirib o'taman bu yerda. Mana bunday qilib ko'chirib o'taman. Demak, bu tomonga mana o'tdim bo'ladi. Bu tomonga o'tdim. Endi shu ikkala nuqtasida yuqoriga chiqarib yuboramiz. Va ustki ikkala nuqtasini birlashtiramiz. Demak, mana buni olamiz. Demak, bu holat. Demak, mana bu yerda ko'rinishi mana. Bu ko'rinishi mana bu. Mana bu yerda ko'rinishi esa mana bu. Demak, buni shundoq nima qilib bu tomonga aylantirib olib o'tdik. Ya'ni bu uchala chizma ham o'zaro bir-biri bilan proyeksion bog'langan holatda bo'ldi. Bu chapdan ko'rinish bo'ldi. Endi o'ygan ko'rinishni tasvirlaymiz. O'ygan ko'rinish ham xuddi shu singari bajariladi. Xuddi shu singari bajariladi. Demak, mana bu endi
nima aylantirib o'tamiz. Mana shunday turib, mana aylantirib o'tamiz. Hamda bularni bor bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana shunday bo'ldi. Bu o'ng tomondan ko'rinish. Endi ostidan ko'rinish. Ostidan ko'rinishni ham shunday holatda tasvirlaymiz mana shunday holatda tasvirlaymiz. Buning uchun demak bitta nuqtasini nima qilamiz? Demak mana shunday o'rgatamiz. Demak, bu yerda aylanib o'rgatdik. Mana bunisi bu tomonga ketdi, bunisi bu tomonga ketdi. Demak, endi bu yerga mana shunday turib birlashtiramiz. Endi biz buni ostidan qaragan paytimizda mana bu yerda, mana bu yer. Ya'ni mana bu ko'rinmaydi. Ko'rinmaganligi uchun biz uni shtrix chiziq yordamida ko'rsatib qo'yamiz. Shtrix chiziq yordamida ko'rsatamiz mana shunday turib, shtrix chiziq yordamida ko'rsatamiz. Endi buni shunday nima qilganimiz uchun demak mana bu yerdan bu yoqqa mana o'tkazadigan bo'lsak, demak mana shunday holatda o'tadi bular hammasi. Mana shunday holatda mana shunday keladi. Endi bu yerda bizga mavhum bo'lib qolayotgan holatlardan bittasi mavhum bo'lgan holatlardan bittasi demak endi orqadan ko'rinishda tasvirlashimiz kerak. Buni ham xuddi o'shanda demak mana bu proyeksion bog'lanish chiziqlari orqali bajaramiz. Demak, endi bularning orasidagi masofani mana o'lchab olaman. O'lchab qo'yaman bu yerda men qo'ydim, o'lchab qo'ydim. Demak, buni ana shunday chizaman, birlashtiraman. Endi mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofani o'lchayman, bu yerga olib kelib qo'yaman va mana bu masofani o'lchab olib kelib bu yerga qo'yaman. Endi bu chiziqlarni bir-biri bilan birlashtirib qo'ygan bo'lsam, bu orqadan ko'rinish bu. Orqadan ko'rinish bu. Hurmatli talabalar, bu o'sha sobiq MDH davlatlarida va Varshava shartnomasiga kirgan davlatlarda xuddi mana shunday holatda chizmalar proyeksiyalanadi. Endi amerikancha varianti bor, amerikancha variantida bularda o'rni ozgina almashgan. U qanday? Demak, men mana bu yerda sxematik tarzda shu narsani sizga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda hozir ko'rsatib beraman. Shu amerikancha qanday? O'tgan safarda men asosiy ko'rinishlar qanday joylashishini aytdik. Demak, mana bu holatni ko'rdik. Endi men bu yerda sxematik ravishda ko'rsatib beraman, amerikancha bog'lanish. Bularda bizga nisbatan ozgina teskariligi bor. Biz ostidan degan narsalar ular ustidan. Biz ustidan narsa degan narsalar ularda ostidan. E'tibor bering. O'sha haligi oldingi nimani o'zi. Demak, mana bu old ko'rinish. Mana bu bizda ustidan ko'rinish edi. Bu yerda esa
ostidan ko'rinish. Ostidan. Mana bu ustidan ko'rinishi bo'ladi. Ustidan ko'rinish. Mana bu chapdan ko'rinish. Mana bu o'ngdan, mana bu esa orqadan bo'ladi. Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.